بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين لله تعالى الله rızaligi uchun. Bu dunyoda barchaga, oxiratda qiyomat kuni esa faqat musulmonlarga rahimli, marhamatli Alloh nomi, ismi bilan. Demak, Bismillahirrohmanirrohimni tarjimasi bu dunyoda barchaga, ham musulmonga, ham musulmon bo'lmagan odamga rahimli, marhamatli, oxiratda esa faqat musulmonlarga rahimli, marhamatli bo'lgan Alloh ismi bilan, nomi bilan. Al-fiqhul akbaru lil imam Abi Hanifa Nu'man ibn Thabit al-Kufi radiyallohu anhu. Al-fiqh al-akbar, aqida ilmi bo'yicha, e'tiqod ilmi bo'yicha, islom asoslari bo'yicha eng zaruriy diniy ilmlar. Muallif imom Abu Hanifa Nu'man ibn Sabit al-Kufi. Mavzu, bugungi qisqa ma'ruzamizning mavzusi tavhid va to'g'ri diniy e'tiqodlar asosi. Tavhid va to'g'ri diniy aqidalar, sunniy aqidalar asosi, poydevori. Imom Abu Hanifa aytdi: tavhidni asosi insonni, musulmonni yuragida bo'lishi kerak. Bu birinchi masala. Demak, birinchi masala tavhidni asosi insonni, ya'ni musulmonni yuragida bo'lishi kerak. Ikkinchi masala to'g'ri diniy e'tiqod asosi, to'g'ri diniy aqidani asosi, poydevori, negizi insonni, ya'ni musulmonni yuragida bo'lishi kerak. Uchinchi masala tavhid va to'g'ri diniy e'tiqodni asosi quyidagi so'zlarda o'z ifodasini topgan. Men Allohga iymon keltirdim. Men farishtalarga iymon keltirdim. Men samoviy kitoblarga iymon keltirdim. Men payg'ambar va elchilarga iymon keltirdim. Men o'lgandan so'ng qayta tirilishiga iymon keltirdim. Men taqdirga iymon keltirdim. Men qiyomatdagi hisobga iymon keltirdim. Men qiyomatdagi mezon tarozisiga, ya'ni insonlarning amallari o'lchanadigan taroziga iymon keltirdim. Men jannatga iymon keltirdim. Men do'zaxga iymon keltirdim. Mana shu Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhni yozgan birinchi kitobi Al-Fiqh al-Akbarni birinchi darsi. Demak, Al-Fiqh al-Akbar kitobi salaf solih olimlardan hisoblangan. Birinchi 100 yillikda tug'ilib, o'sib, ilm olgan, 18 ta sahobani ko'rgan, muhaddis, faqih, mufassir, ya'ni hadisni yod bilgan, kuchli muhaddis bo'lgan. Payg'ambarimizni so'zlari, amallari, sunnatlari bo'yicha kuchli ilmga ega bo'lgan muhaddis, fiqh, diniy qonun qoidalarni, shariat hukmlarini chuqur o'rgangan olim Imom Abu Hanifa Nu'man ibn Sabitni Al-Fiqh al-Akbar kitobi bo'yicha birinchi darsimiz. Alloh azza va jalla bu ishimizda bardavom qilsin, davomiylikni nasib qilsin, davomiy bu ishlarda davom ettiraylik. Kitobni boshlab oxirigacha o'qib, ana undan keyin sharhlar bilan tanishishni ham Alloh azza va jalla nasib qilsin.